Yoshlarni vatanga muhabbat, harbiy burchga sadoqat ruhida tarbiyalash, ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish maqsadida yosh chegarachilar harbiy vatanparvarlik musobaqasi o'tkazib kelinmoqda. Tanlovning Termiz tuman bosqichidan tayyorlangan lavha bilan dasturimizni davom ettiramiz. Vatan himoyasi muqaddas burch. Yoshligidan chegarachi bo'lishni orzu qilgan, qalbida vatanparvarlik ruhi jo'sh urgan yigit-qizlarga o'z mahoratlarini namoyish qilish imkonini beruvchi yosh chegarachilar musobaqasining tuman bosqichi o'tkazildi. Harbiy saf mashqlari va orkestr jamoalarining chiqishlari namoyish etildi. Ushbu musobaqada tumandagi 8 ta maktabning 10-11 sinf o'quvchilari 7 ta shart bo'yicha o'zaro bellashdi. Musobaqa davomida yigit-qizlar o'zlarining jismoniy tayyorgarligi, harbiy intizomi va bilimlarini sinovdan o'tkazishdi. Ushbu musobaqani tashkillashtirishdan ko'zlangan maqsad maktab jamoalarini, o'quvchi yoshlarni vatanparvarlik hissida ulg'aytirish va kelgusida ushbu yoshlarni Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari safida muddatli harbiy xizmatni o'tashga undashdan iborat. Ushbu musobaqa shartlari barcha o'quvchilardan chidamlilikni, tezkorlikni va eng muhimi birdamlikni talab etadi. Musobaqa yuqori ko'tarinkilikda va bayramona ruhda bo'lib o'tmoqda. Mazkur musobaqada qurollarni tez va to'g'ri qismlarga ajratib, yana yig'ish bo'yicha maxsus shart o'tkazildi. Shuningdek, yigitlarga uzoq masofaga yugurish, granata uloqtirish, turnikka tortinish hamda jarohatlangan askarlarga birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatish shartlari bo'lib o'tdi. Men yoshligimdan beri jang sohasiga asosiy qiziqib kelaman. U yerda ko'pincha musobaqalarda qurol to'zdirish, qurol to'zdirganda 6-7 sekundlarga to'zdiradi. U yerda menga yoqadi hammasi. U yerda o'rganib xursandman. Hozircha o'zim yoshligimdan beri qiziqib kelaman. Maqsadim katta bo'lsam chegarachi bo'lmoqchiman. Bu kabi musobaqalar yoshlarning vatanga sadoqatini mustahkamlash, ularning jasurlik, fidoyilik va intizomlilik kabi fazilatlarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bellashuv yakunida eng yaxshi natijani qo'lga kiritgan jamoalar faxriy yorliq va esdalik sovg'alar bilan taqdirlanishdi hamda tanlovning viloyat bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritishdi.